Hammaga salom do'stlar. Bugun biz 3 bo'lganimizni nishonlaymiz. Va buning uchun men 3 vizir bilan urushaman. Yana oddiy emas, hamma narsalardan 3 tadan bo'ladi menda. Mana masalan, menda 3 instrument bor. Keyin 3 zelya bilan ovqat bor. Bular bitta narsa turgan uchun shunday qildim va 3 stack stel bo'ldi, sen bular 30 tadan bosh 3 bo'lgan uchun. Va yana 3 qismi bor. Va 3 vizirga qarshi urushaman men. Videoda oxirida esa vizir bilan Ender Dragon'ning spawn tuxumini qanday olish mumkinligini sizlarga ko'rsatib o'taman. Unda boshlaylik. Boshlaydi. Aslida birinchi vizir bo'lsa shuncha qiyin bo'lmaydi. Chunki bosh o'qlarim ko'p bo'ladi, yo'lda ko'p bitta joyda turadi. Shu o'qlar sizga yetmay qolishi ham mumkin. Ular ketishdi, bo'lsa tezroq o'zi anchagina o'qlarni o'rtamanda. Xo'sh. Hech yetmas ekan. Mayli, komanda o'tiramiz. Bitta vizir bo'lishi kerak. Hozir aytib boshlaydi. Xo'sh. Joyini shunchalik ko'p nega tushunmayapsan? Nihoyat. Mana jonim kam qoldi sanchana. Kaltaydiysan yaraga. Nebesni kare kuchaytirish kerak edi-da. Juda sekin ketib turibdi. Astartlar qilishni nima qiladi? Astart qo'yib bo'lardi. Bittasi ketdi, xo'sh, ikkinchisi yoki o'zi kaltaydiysan. O'qim tugab qoldi mana. Вообще. Ular o'z joyiga tegishni boshlayapti. Birini buzmayapti, umid qilaman. Ular anchadan o'tyapti, tushunamiz. O'zimga tekka bo'lsam, sabr joyim turadi. Hatto isfens. O'qlarni tutib hozir yattasi ketadi, qani edi. Jonim o'zim birini ancha o'zim o'q qolmadi. Otoq cho'kib ketganini qaraydi. Shundan keyin o'q teshtirgan. Tezroq olishdi. Tezroq. Ketman kanalımı beskanishni so'radi. Otoqdan beskanishni qilaman. Mayli. Bana vizir yo'q qilamiz. Oxirgi vizir undan problema yo'q. Qo'yib qolsangiz endi odamdan zeriktirib oldim. Tezroq bo'l debdi. Namoz qabul olaman, tayoq olaman. Amal qildi. Endi oxirgi vizir qoldi. Sen akşam problema bo'lmaydi. Mana beskanishni. Birini yopishimiz. Qo'yib qolsangiz endi o'rish niyatim bormish qilib tezroq davay. Aysan tez o'lmasang post avotlaringni ham ertalabdan kechgacha 5000 yil kaltaklayman. Aytib qo'yaman, rost gapiraman. Mayli, tezroq bo'ldim. Qo'yanlar. Ahmoq qildim. Bo'ldi. Ular tugadi. Bizlar hammasi top ko'raydi. Rostdan 3 to'ldirgan ekan. Xo'sh, rostdan 3 to'ldir. Bu yanamda daftarasi chiqdi o'zi ham. Вообще почтасы, вообще endi instrumentlarim endi yaxshi bo'ladi, o'rtacha. Zelarimni ishlatganim yo'q. Nega oldim o'zim ham bilmayman. Endi aytganimdek sizlarga vizir bilan Dragon'ning tuxumini qanday olish mumkinligini o'rgataman. Bu tuxumlar juda oddiy olinadi. Give deb yozamiz, keyin o'zlariningkilar. Keyin vizir spawnga stop chiqadi o'zi. Video yozishlar bilan. Mana vizir spawn
deyishdi. U ko'rgan yerlardek vizir spam qiladi. Endi xuddi shu usul bilan Ender Dragon'ni spam ham tuxumni olishda ham bo'ladi. Mana bu ham oddiy komanda. Aytgan yangi versiyada bular tuxumga ham tekstura berishibdi. Men aslo xursand bo'ldim. Men eslardan chiqarib oldim deb o'ylab qoldim o'zi. Mana shunday bo'ldi videomiz. Agar to'g'ri bo'lsak, men o'zim ikkita vizor, bitta va yo'q, 3ta vizor bilan bitta vardiyaga qarshi urishaman. Hamma xayr, sog' bo'linglar.